Ruhi sağlamlıq yalğız bizning universal sağlamlığımızning mo'yin bir qismi bo'lib qolmasdan, balki u bizning sağlam tafakkur qilishimizning asosidir. Sağlam tafakkur to'g'ri qaror va to'g'ri harakatning asosidir. Agar bizning ruhimiz sağlam bo'lmasa, tafakkurimiz sağlam bo'lmaydi. Agar biz sağlam tafakkur qila olmasak, o zaman biz to'g'ri qaror chiqara olmaymiz. Natijada da'vo sağlam taraqqiy qilmaydi. Növbətdə da'voga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosli psixikalik masalalar tövandikilardan iborat. Tushkunlashish, gumonxo'rlik, hasadxo'rlik, shuhratparastlik, shaxsiyatchilik va o'zini markaz qilish, ruhiy qulluq. Tushkunlashish xalqimizning da'voga bo'lgan ishonchisini va umidvorligini yo'qotsa, gumonxo'rlik xalqimizning o'zaro ittifoqlashishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Hasadxo'rlik da'voda ko'zga ko'ringanlar orasida o'zaro o'rkolashga sabab bo'lsa, shuhratparastlik, shaxsiyatchilik va o'zini markaz qilish ba'zilarning o'z manfaati uchun da'voni ziyonga uchratishiga sabab bo'lishi mumkin. Ruhiy qulluq kishilarning o'zidan, o'z millatidan va o'z madaniyatidan faxrlanish tuyg'usini ojizlashtirib, xalqning da'voga bo'lgan aktivchanligiga ig'ir darajada salbiy ta'sir yetkazishi mumkin. Tushkunlashish izchil davomlashgan ruhiy kayfiyatning tuvanlishi va qayg'urish bo'lib, u odatdagi tushkunlashish va kelinkilik tushkunlashish, ya'ni tushkunlik kasali yoki xomushlik kasali deb ikki cho'ng turga ayriladi. İnsan tushkunlashganda his tuyg'u, aql va tafakkur ta'sirga uchrab, to'g'ri hukm chiqarish iqtidori to'salg'iga uchraydi. Natijada o'rganish, xizmat unumi tuvallaydi, xato hukm sababidan xato harakat qilishga va yomon oqibatlarga sabab bo'ladi. İnsan tushkunlikka giribdor bo'lganda, birinchi kelgusiga bo'lgan ishonchisi va umidini yo'qotadi. İkinci, nima qilgan bekor, foydasi yo'q deb qaraydi. Uchinchi, kayfiyati turaqsiz bo'ladi, oson ochiqlanadi, mijozi tarsa bo'ladi. To'rtinchi, boshqalar bilan aralashmaydi, jamoatdan o'zini qochirdi. Beshinchi, tafakkur qilishi qalaymaqon va asti bo'ladi. Oltinchi, asti tutish, zehnini yig'ish va to'g'ri qaror chiqarish tas bo'ladi. Yettinchi, davomli qarg'inlik va mag'dursizlik his qiladigan bo'ladi. 8-ci, o'z-o'zini inkor qiladi, o'zini yaramas va gunohkor hisoblaydi. 9-ci, o'zini o'ltirib olishni o'ylaydi. Gumonxo'rlik kesli odatda paranoid xarakter binormalligi deb ataladigan bo'lib, bu xil binormallikka giribdor bo'lgan kishilarning mijozi g'alati bo'ladi. Bu kasalga giribdor bo'lgan kishilarning alohidaligi yetarli sabab bo'lmay turib, davomli boshqalardan gumon qilishdir. İnsan gumonxo'rlikka giribdor bo'lganda, birinchi davomli boshqalardan gumon qiladi, hamma ishga gumon bilan qaraydi. Ikkinchi, ziyoda sezgir bo'ladi, faqat tanqid qabul qila olmaydi. Uchinchi, boshqalarning odatdagi so'z, harakati yoki tasodifiy holatidan boshqacha ma'no chiqardi. To'rtinchi, davomli boshqalarning o'ziga suiqasd qilishi yoki ziyon yetkazishidan andish qiladigan bo'ladi. Beshinchi, oson xudiklanadi. Sababsiz boshqalarga ochiqlanib, inkos qaytardi. Oltinchi, boshqalarga dushman ko'z bilan qarab, ulardan o'ch elish qo'ydi bo'ladi. Yettinchi, savallikni boshqalardan izlaydi. Hamisha o'zninkini to'g'ri deb qaraydi. 8-ci, boshqalarning salbiy taraflarini va ojizligini ko'p turdi, mubolag'a qiladi.